Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz Namangan Shamshiboy bozoriga kelganmiz. Namangan Shamshiboy bozoridan nechinchi do'kon bu? 716 aka. 716-do'kondan samakli kaboylar, naryoqda PVX deb qo'yadi, qalin dushlar uchun. Bu yoqda laminat, bu yoqda taroqlar, aboylar, plyonchlar ham bor ekan. Xullas, shu do'konga kirsanglar, shu Euro remont aboy qilmoqchi bo'lsanglar, hammasi bor ekan. Aboylar necha xili bor bu yerda hozir? 1000 xilga yaqin bor ekan. 1000 xilga yaqin aboylar bor ekan. Bular narx-navosi bilan tanishtirib o'tamiz. Nomerlarni ham qo'yamiz. Video davomida biz bera olmay qo'ygan ma'lumotlar bo'lsa, o'zingizlar aloqaga chiqib ma'lumotni olaverasizlar. Videomiz boshida bitta like bosib qo'ysanglar, biz boshladik. Assalomu alaykum. Aka, charchamasdan. Aboylarni shu bir boshdan narxini aytib ketaveramiz aka. Telefon nomerlarini ham qo'yamiz, o'zlari aloqaga chiqishaveradi aka. Xo'p, birinchi shu ekranda ko'rinib turgan aboylar, birinchi qator. Qayerda mana Xitoy ekan, toza mo'shi, Timur Filmes brendi ostida bular. Metro toza mo'shi bilan bular. Mana o'chib ko'rsangiz ham ko'rinadi. Xitoyda ishlab chiqarilgan aboylar. Bular Xitoydan bizga promo keladi aka. Birinchi qo'l, o'zimda kelgan narsalar. Bular narxi 160 ming so'm aka. 160 ming so'm. 160 ming so'm narxda bular. Super mo'shi. Super mo'shi bilan aka. Toza Xitoy aboylar. Toza. Bu ikkinchi qatordagilari? Bular ham shunaqa aka. Bir xil. Aslida o'zimiz firma, bular Xitoyda o'zimizda kelgan hisobga narxi bizda bir xil aslida. Lekin Rossiya bilan ham bor. Rossiyanikidan bilan sifat yaxshi qancha. Bu Rossiyanikidan yaxshi bu. Rossiyanikidan sifat yaxshi. Biz qo'limizga mana Xitoy tovarimizga garantiyasi beramiz. Cho'qlarga garantiya. Bozorda endi Xitoy aboylar ko'p. Kimdir 150, 140 ming sotishadi. Hammasidan o'z yarasha sifati bor. Bular toza prezident bo'lgan hisobga, kelsalar, aboylar ko'rib, sifatini bilish farqi ko'rishadi. Mana bozorda uzundan ushlab ko'rsam bo'ladi, bir metrdan ko'rsam. Mana Xitoy material qalinligidan bilsa ham bo'ladi. Bu ashtadan 140 ming, 140 ming sotishgan bozorda. Bular. Mana boshqa firma mana. Nimani ushlab ko'ring. Bu mana o'ziga bilan mana qog'ozi bor ishida buni. Mana ko'rsangiz, bu mana Nazalitsiya firmasi. Bu esa mana Timur firmasi aka. O'zini olib ko'rsataman firmasini. Shu 160 minglik varianti bular, ha? 160 ming so'mdan bularni optim narxda aka. Bu yerda har xil bor ekan. Mana aka, Timur firmasi bilan aka. O'zimiz firma bilan Timur firmasi aka. Cho'qlar ham. O'zlari kelib, olib ketsa bo'laveradi mana. Bu ham kelsalar. Qalin ekan, 160 ming so'mdan. Hozirgi kunda shu ko'pchilik yopishtirayotgan Atacento bu yoqda Verisanka. Verisanka har xil bor ekan bu yerda. Shu oxirigacha shundanmi? To'g'ri, shundan aka. Bir xil ekan, shu 160 ming so'mdan. Telefon qilib aloqaga chiqib olib ketsanglar bo'laveradi. Mana bu yoqda shu boshqacha fasonlari ham bor. Xo'p, bu yoqdagilar ham shundan mehmonxona. Bular mehmonxonalarga ekan. Ular oyvonga ham zo'r bo'ladi, rovonga, hollarga ham zo'r bo'ladi. Har xil bor ekan, bu yerda shu koridorlar uchun mehmonga muomaladan qilish so'kab zo'r aytadi xona bo'lamiz. Mehmonxonalarga bu ham shu Verisanka ekan-a bu. Verisanka bular 3D formada chiqqan bo'lamiz, 3D holatda chiqadi. Bu yoqdan ham videoda ko'rinib turgan bo'lsa, gullari ham отдельно ajrab turibdi. Shu bu ham 160 minglik. 160 ming so'mdan bular. Optim narxda ekan. Optim narxda 160 ming so'mdan ekan. Bu yoqda kileylari ham bor. Kileylari ham bor ekan. Tomni xohlaganlarga bu tomnilari ham bor ekan. Tomni varianti ham bor. Yorug' xonalar bo'lsa, bu yoqda tomni variantlari bor. Endi bu yoqdagilar ham shundanmi? Bir xilmi bular? Bular boshqa firma. Bular boshqa firma aka. Bular boshqa firma. Mana endi aksiyamizga bo'ladi. Bor. Bular 130 ming so'mdan aksiyamizga bo'ladi aka. Bular aksiyaga tushgan. Bular aksiyadan tushgan tovarlarimiz aka. Ulardan bitta xonaga chiqadimi? Soni bormi? 5 ta, 10 ta, 15 dan chiqadi. 10 ta, 15 tadan chiqadi. Shu bor. 130 ming so'mdan. Aksiya narxida. Aksiya narxida 130 ming so'mdan bu yerda har xil bor ekan, bu yerda ham bir har xil bor ekan. 20-30 xil aboy bor ekan, aksiyaga tushgan. 130 ming so'mdan bu qayerda ishlab chiqarilgan bo'lar? Bu ham Xitoy. Xitoy Maxwell firmasi aka bular. Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'lar mana. 130 ming so'mdan aksiyaga tushgan. Bitta xonaga chiqarib beriladi. To'rtta ham chiqadi aka. Telefon qilsanglar, yo'q qilsam kelib, har xil gullilari ham bor ekan. Kelib olib ketsanglar bo'laveradi. Endi
Bu yoqdagilari. Bu yoqda ham o'sha Filmar firmasiga asoslangan aka. Ular bir Filmar firmasi bilan. Aha. Hammasi o'zimiz zavod aka firmasi bilan. Bu ham shundan ha? Hı. 160 160 uchun bular narxi. 160 ming so'mlik variantlar. Har kolleksiyasi bor bular. Har xili bor ekan. Hı. O'zingizlar kelib olib ketsanglar bo'laveradi. Bu yerda videomiz boshida aytib o'tildi. 1000 xilga yaqin aboy bor deb aytib o'tdingiz. Bu yoqda mana gulliklari, xohlovchilar uchun bu yoqda mana har xili bor ekan. Shu videomiz davomida telefon nomeringizni aytib ketaylik. 93 lik aka. 93lik 087 087 72 64. 77 64 raqamlariga telefon qilsanglar, bu yerda aboylarning narxini bilsanglar ham bo'laveradi, o'zingizlar kelib olib ketsanglar ham bo'laveradi. Endi bu yoqda aboylarni aytib o'tdik. Endi samakilar kelib bor ekan bu yoqda. Samakalashning aboka bilan Xitoy davlatidan keltirilgan. Narxi 100 ming so'm bularni. Samakilar kelib 100 ming so'mdan. Har xili bor buni ham. Har xil variant bor. Xohlasanglar gulli deganga gulli, Bilan gulchilar. bu yoqda Venisanka deganga Venisankalar ham har xil bor ekan. Bu razmer necha bo'ladi buni? 1.20 ga 3 metr bo'ladi aka bularni. 1.20 ga 3 metr, narxi 100 ming so'm. 100 ming so'm. Laminatlar Laminatlar aka 55 ming so'mdan 110 ming so'mgacha bor hozir kunda laminatlarimiz. 55 ming so'mdan boshlanadi, yo'q 110 ming so'mgacha. 110 ming so'mgacha bor. Xo'p, 55 mingligi qaysilari? Xitoy aka mana. Xitoyga 7 talik mana bular. 07 07 55 ming so'mdan. Buni faskalar 5 faska Bular 5 ekan. faska bo'ladi. 5 faska 55 ming so'mdan. Buni ham har xil bor ekan, Har xil svetlar bor bular. Mana ular 75 ming so'mdan Xitoyga 8 plyus shamli deydi bularni aka. Usti shu boshqa 3D bo'ladi. 3D bo'ladi. Bular ham 5 faska. Bular ham 5 faska. Razmeri kattaroq bo'ladi. Razmeri 24 ga 1.20 bo'ladi buning razmeri. 24 Buni 24 bo'ladi. 21. Tepadagilari Moskvaniki ular. Rossiya. Rossiyskiy. Bular qanchadan? Hop, 7 ligi 70 ming so'm, 8 ligi bor 82 ming so'm. 8 ligi 82 ming so'm ekan. 7 ligini qancha dedingiz? 70 ming so'm. 7 ligi 70 ming so'm ekan. Bu yerda laminatda har xil turi bor ekan. Aloqaga chiqsanglar ma'lumotni olaverasizlar. Eng arzoni 55 ming so'm ekan. 55 ming so'm. Shu Xitoyda ishlab chiqarilgan 07 ligi. 07 lik. Taroqlar endi bu yoqda. Taroqlar mana ular Xitoy kokam. Iniga 20, uzunligi 3. 290 bilan bularga aka. 20 ga 290. Bular Xitoy kokam. Bular ham Xitoy davlatidan keltirilgan bular aka. Bular donaga aka. Donaga qancha bular? Uni 100 ming so'mdan beradi qancha? Donaga 100 ming so'm. Bular ham shundan. Bular Xitoy davlatidan keltirilgan. Bularni iniga 24, uzunligi 290 bo'ladi. Narxi 120 ming so'mdan bo'ladi. Bunisi 120 ming so'm ekan. Har xil bor ekan buni ham. Shu o'zingizlarga ma'qul kelganini tanlab olib ketsanglar bo'laveradi. Bular sal kichikroq variantlar ekan. Bular 15 ga 290. Bular ham narxi 100 ming so'mdan. 15 ga 290 narxi 100 ming so'm. Bular qolgan hammasi bir xil ekan. Yo'q, mana ular Toshkentniki. Bular narxi 60 ming so'mdan. Toshkentniki bular. Toshkentda ishlab chiqarilgani 60 ming so'm. Bular Xitoy dedingiz, bular 100 ming so'm. Xitoydan kelgani 100 ming so'm. Xitoydan keltirilgan 100 ming so'm. Toshkentda ishlab chiqarilgani 60 ming so'm. 60 ming so'mdan. Buni ham har xili bor ekan. Rossiyalar bor. Mana edi 50 ming so'm ham bor. Bu mebelnisi 50 ming so'm. Buni kiloda yopishtiriladi va kiloda yopishtiriladi. Kiloda yopishtiriladi. Bu yerda har xil varianti bor ekan. 15 bo'ladi bu. Eniga 15 sm, uzunligi 3 metr bo'ladi aka. Uzunligi 3 metr, Toshkentda ishlab chiqarilgan shu taroqlar 60 ming so'm, nari chekadagi mebelnisi 50 ming so'm ekan. Deb olib ketsanglar bo'laveradi buni ham. Endi pluntuslar. Pluntuslar mana aka, obrazda. Bu razmeri 07 bo'ladi. Bularning razmeri 7 lik bo'ladi. Narxi 15 ming so'm aka bular. Donaga 15 ming so'm. Bular ham Toshkent, ha? Uzunligi 220 bo'ladi aka. Uzunligi 220. Har xil bor ekan bu yerda. Shu avoyd rangiga bu ugoloyd rangiga moslab olib ketsanglar bo'laveradi. Ugoloylar qanchadan? Donasi 5 ming so'm aka, 3 metr. 3 metr donasi 5 ming so'm ekan. 5 ming so'm. Bu pastda shu o'yinchoqlari, zapchastlari, o'yinchoqlari. Zapchastlari.
Hammasi bor ekan. Puluntusi narxi bir xilmi? 15 ming so'm. Hammasi. 15 ming so'm, 7 liga. 7 lik 15 liga ming bor. so'm. 5,5 liga bo'ladi, ular narxi ozroq bo'ladi. Ha, narxi bundan arzonroq bo'ladi. Bundan ozroq Razmeri bo'ladi, kichkinalar. qimmatroq bo'ladi. Bular razmer o'rganiladi, razmer katta kichik bo'ladi. Ha, bu yoqdagi aboylar Bular rasparada bo'lamiz, aksiyamizga bo'lamiz. ha, shu 130 ming so'mlik variant-a bular. Yo'q, bular uzun, bular aboganga bonus. Ha, bonus qilib qo'shib beriladi. Nechta olganga qo'shib beriladi bundan? 10 ta, 15 ta aboganga bir o'sha rasparada qaytga mana bo'ladi. Bular narxi o'shanga hisobga aksiyada. Bular pul bo'lmasa bekor beriladi klientlarga. Ha, misol uchun bitta xonasiga 5 ta 6 ta aboy oldi. Ha, bundan bitta qo'shib beriladimi? Bitta, bir dona. Bir dona qo'shib beriladi. Shu kladovka bir yerga yopishtirgan bo'ladi. 10 kvadrat. Bitta joyga ishlagan joyda bir kichkina joylar bo'ladi, ramka holat ichida. 10 kvadrat bo'ladi. Shu bonusga bitta aboy qo'shib berilar ekan, bitta xonaga aboy olgan odamga. Kileylari ham bor. Aboy kileylar. Aboy kileylarimiz ham bor. Buni Minix soka toza kiley. Bular bunisi. Ha, bular Minix soka prezident osnovi bilan toza kiley. Bular narxi 80 ming so'm. Mana universal kileyimiz bor. Bular kiley bir Germaniyadan keladi. Narxi 110 ming so'm. 110 ming so'm. Hozir bu nechta rulonga yetadi mana shu bittasi? Bittasi 5 dan 6 ta bo'yi yetadi. Ha, bitta xonaga yetadi, o'rtacha 3 ta 4 xonaga 5 rulon. 5 xonaga yetadi bittasi. Bittasi yetar ekan, narxi 70 ming so'm ekan. 80 ming so'm. Ha, 80 ming so'm degan, 80 ming so'm. Narxi 80 ming so'm. Bu yoqda shu aksiyaga tushgan aboylar. Endi bu yoqda bir qatorimiz qolib ketdi, shuni ham aytib o'tib ketaylik. Bu qatordagi aboylar bular rasparada. Ha, bu ham rasprodaji. Ha, rasparada. Aksiyamizga bo'lib hammasi. Aksiyaga tushgan shu 130 ming so'mlik variantimi? 130 ming so'mlik aboylar. Buni ham atachentorliklari ham bor ekan, har xil. Har xil varianti bor bunda. Hozir shundan kerak desa, top beriladimi? 5-6 ta chiqadimi? Chiqib qoladi. Hozir kunda nima qilsa chiqib qoladi. Do'stlar, rasprodaji 130 ming so'mdan ekan. Aloqaga chiqsanglar, 4 ta 5 ta misol bitta xonaga yetadigan qilib topib berishar ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. Biz Namangan Shamshiboy bozorining ichida nechinchi do'kon dedik? 716 aka. 716-do'kondan video syomkamizni qildik. Kimga shu aboy narsalari, shu laminat, samakileykalar kerak bo'lsa, ekran ostidagi raqamlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Endi naryoqda samakileygani qattiq PVX deb qo'yadimi? PVX. PVX. Shuni ham narxini aytib o'tib ketaylik, razmeri bilan narxi. Onko bilan toshgan ekan. Hop, 122 280 bo'ladi. Narxi 200 ming so'm bilan olib bu vaqtda. 200 ming so'm. Bu hozir tayyor holatda, buni ustida salafani ishtimas bo'lmaydi. Yo'q, salafani bo'ladi. Salafanimizni ko'chirib qo'yamiz vitrinaga. Ha, ko'chirib olib qo'yilgan, ha? Ko'chirib qo'yilgan. Buni boshqa ranglari ham bor. Bor, skartamiz bor. Kelsizlar, ko'rsatib cho'g'ini. 200 ming so'm dedik, ha? 200 ming so'm. 200 ming so'mdan 122 ga 280. 280 bo'ladi. Dushlarga samakilarga qo'ymayman deganga o'rniga buni qo'ysa ham bo'laveradi. Televizor zona hisob chiqarsa joylarga ishlatsa bo'laveradi do'stlar. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar.